Navbatdagi o'rnak jarayonimiz Tojikiston Respublikasi Isfara shahri Ko'lket qishlog'iga avtomatik darvozamizni navbatdagisini o'rnatib berganmiz. Darvozamizni bo'yiga 2.60, eniga 3 metr qilib, unga 5 profillarga qo'yib, tashqaridan qilib o'rnatib berganmiz bu garajimizga. Pastda qilib o'rnatganimizda mashina kirishga ozgina muammo bo'lishligi uchun sababli biz tashqaridan qilib yuqoriga reglga o'rnatib berganmiz betonga. Mana ish jarayonimiz bitta. Aka, assalomu alaykum. Darvozalar qullov bo'lsin. Shu bizni kuzatayotganlarga ikki og'iz darvoza haqida fikringiz. Assalomu alaykum. Hammalaringga mana O'zbekiston nimalari ijtimoiy tarmoqlardan Shukurlarxon firmalaridan O'zbekiston Namangan shahridan kelib mana xizmat qilib berishdan hammasi ishonchli. Mana kimga bo'lsa-ham murojaat qilinglar, ishonchli hammasi 100%. Bexavotir hammasi. Qullov bo'lsin aka. Rahmat. Sizlarga rahmat. Salomat bo'ling. Kommentariyalarda bizda hozir narx-navo to'g'risida bizga murojaat qilishyapti. Narx-navosi razmeringizga qarab va manzilingizga qarab chiqarib berishadi. Batafsil ma'lumot telefonda aytib o'tamiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaringizlar. Bizdan uzoqlashmay, yanada videolar chiqishlarini kutib qolinglar. Rahmat.